Bu uyimizni ko'rib siz kamida 500 ming yoki 600 ming dollar bo'lsa kerak deb o'ylaysiz, lekin unda ancha arzon. Lokatsiyasini ham sira aytaman, Shayxontohur tumani. Hovlisiga bitta e'tibor bering, chiroyli qilib qo'yilgan, qimmat archalar ekilgan. Bu tomonda bo'lsa o'zini tapchanlari ham bor. Videoga bitta like bosib, oxirigacha ko'ring, uyimizni ko'rsatib beraman. Uyimizning ichiga kirishimiz bilan shunaqa chiroyli va kenggina hol bizani kutib oladi. Xonadonimiz juda ham chiroyli va did bilan ta'mirlardan chiqazib qo'yilgan. Birinchi xonasi kattagina mehmonxona. Bunaqa mehmonxonamizdan ikkita bemalol yig'inlaringizni, to'y hashamlaringizni o'tkazib yorsangiz ham bo'ladi. Bu ikkinchi katta mehmonxonamiz. Inshaalloh niyat qilganlarning hammasiga eng kamida shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsin. Uyimizda umumiy hisobda 9 ta xona, podvoli bilan qo'shib hisoblaganimizda 3 qavat. Shu binoyimizni tegi yaxlit podvol qilingan ekan. Bu tomonda oilaviy dam olib o'tirsanglar bo'ladi. Shundoqqina yonida bo'lsa kattagina oshxonasi ham qilingan. Ikkinchi qavatning o'zida yana 4 ta xonasi hamda yuvinishxona, balkonlari bor. Eng muhimi lokatsiyasi. Malika bozorining orqasidagi mahalla, suvi bo'yida joylashgan. Minor masjididan ham kirsanglar bo'ladi. Arinter Riviera Targoviy sentri. Tinch elitniy mahallada joylashgan. Kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Narxini 370 ming dollar so'rashyapti, yana kelishiladi. Darvozaxonalari yopiq, elektron darvozalar o'rnatib qo'yilgan. Narxiga arziydimi? Fikringlarni izohlarda kutib qolamiz. Lokatsiya Telegram kanalimizda.